bolalar ko'rishi taqiqlanadi. Yosh kattalar albatta ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, yaxshilik yo'lidagi amallarimiz davom etyapti. Alhamdulillah. Biz bugun Buxoroy sharifdamiz. Bugun tanlagan oilamiz haqiqatan juda og'ir ahvolda. 7 yosh, 3 yosh, 2 yoshli qizaloqlarni yolg'iz katta qilayotgan bir mehribon ona haqida gap ketyapti. U o'zi yolg'iz kurashyapti. Hayotning mashaqqatlari bilan. U jon saqlayapti. Uylari yo'q. Bo'lib ham o'zining volidalari ham og'ir xasta, jigar sirroz. Olot tumani juda uzoq bir qishloqning eng chekka joyida Allohni suyganlari, bizni mag'firat kalitlarimiz bor. Ularni asrab, avaylab bugun aldab biroz yolg'on ishlatib Buxoroga olib kelyapmiz. Sababi o'ylab qo'ygan bir juda go'zal eslatmamiz bor. Bizni odatimizga ko'ra ssenariy qilganmiz. Bugunga aytmoqchi bo'lgan eslatmalarimizni Alloh taolo o'zi qalbingizga muhrlasin. Assalomu alaykum. Ismim Fazliddin. Buxorolik saxovatchi yigitlardan qiynalgan oilalar ro'yxatini so'radim. Sizning telefon raqamingizni berishdi. Agar xo'p desangiz, men borib, sizlarni olib, farzandingizlarni kiyintirib, atagan bir sovg'alarim bor, ozgina mablag' bor, o'shalarni bermoqchi edim. O'shanga vaqtingiz bormi bugun? Ha, bor. Farzandlaringizni kiyintirib, tayyor qilib turing, men boraman, olib ketaman sizlarni. Xo'p. Tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Har yili viloyatlarga borib, qiynalgan oilalarga endi odat bo'lib qolgan, qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik deb. Agar rozi bo'lsangiz, bolalaringizni bir aylantirib kiyimlar olib bersak, ha? Maylimi? Qarshi bo'lasizmi? Bo'ldi. Bo'lmasa, bolalarni olamizda. Buni syomka qilayotganimiz, bizda og'aylar ko'p, birlashib balki remont qilib berarmiz, balki chiroyli qilib tomlarni yopib berarmiz. Yig'lamang deyapti sizni. Juda mehribon ekan, qizingiz. Juda mehribon ekan qizlar. Alo. Ha, bugun yaxshimisan? Sir, mana. Yo'q, hozir keladilar, kutib o'tiribman o'sha kishi. Keyin senga aytib beraman, xo'p, nima bo'lgan? Xiyonat degan biz faqatgina er ayolga xiyonat emas, munosabatlardagi turli turmushimizdagi insonlar bilan munosabatlarimizdagi ishxonadagi bo'ladi, do'stlarimiz orasida, ota-onalarimiz bo'ladi. Umuman jamiyatdagi hamma munosabatlarimizda xiyonat yaqqol ko'zga tashlanib turibdi va biz bunga beparvolarcha qarayapmiz, azizlar. Bee'tibor bilib turamiz. Xiyonat qilayotganini, nimadir noto'g'ri qilayotganini, va'dasiga vafo qilmayotganini, sotqinlik qilayotganini, tuhmat qilayotganini, fitna qilayotganini, birovning haqqini yeyotganini bilib turamiz. Xiyonat emasmi ular? Lekin qo'ldan ushlab haqiqatni yuzga aytishga bilmayman, betimiz chidamaydimi? Ishoning azizlar, adashmasam jinoyatda ham shunaqa kodeks bor, ya'niki jinoyatni bila turib, undan ogoh qilmaganlik uchun ham javobgarlik bor-da. Rostdan hamda uni jinoyat bo'layotganini ko'rib turib uni aytmasangiz, siz ham jinoyat qilgandek bo'lasiz. Dinda ham xuddi shu azizlar. Va xuddi shunaqangi siz bitta yaxshi amalga, yaxshi tarafga o'zgarishga sabab bo'lsangiz, siz uni ajriga bir xilda nasibador bo'lasiz. Xo'p, keyin gapimiz bir joydan chiqsin. Hay, mayli, keyinroq gaplashamiz. Ha, chiqib telefon qilaman senga. Kutirib qo'ymadimi? Yo'q. Joyda ham topasan-da san. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. O'zimiz joyimiz yaxshi edi-yu. Shu dugonalarim bilan o'tgan safar yoqib qoldi-da shunga. Sen yashashni shu qizlar, ayollar sendan o'rganish kerak-da. Ko'pchilik qarzga botgan, muammoga kirgan. Bir ish yurishib turgan paytda, muammolar yo'q paytda, bir xotirjam bo'lgan paytda bir-birlarimizga ahdlar qilamiz.
sadoqatda, vafoda, do'stlikda ahdlar qilamiz, lekin boshimizga bir ish tushib qolganda arzimagan pullarda, arzimagan qanaqangidir qiymatlarda insonni qadri nolga teng bo'ladi. Topolmay qolasiz o'sha ishonganlaringizni. Sizga izhor qilganlarni sadoqat, vafoda, qiyomatli do'stim deganlarni topolmay qolasiz. Mana bu xiyonat emasmi? Yoki xuddi shunaqangi do'stlar orasida do'stman deb turib, qon-qonga, jon-jonga deb turib, orqasidan bir-birini chaynayotganlarni qanchasini ko'rasiz? Bu xiyonat emasmi? Ota-ona bir umr sizni oq yuvib, oq tarab, o'zi yemasdan yedirib, o'zi kiymasdan kiydirib, jonini bag'ishlaydi sizga, ne umidlar bilan katta qiladi. Lekin siz biroz katta bo'lgandan keyin, qo'lingizdan bir ish kelib qolgandan keyin, aqlli bo'lib qolganingizdan keyin o'zingiz xohlagan ota-onaga umuman munosib bo'lmagan ota-onaning yuzini yerga qaratadigan ishlar bilan band bo'lasiz. Yashirincha. Mana bu ota-onaga xiyonat emasmi? Ha? Qancha endi, qancha ketding? Bir haftaga menimcha shunaqa o'ylab o'tiribmiz-da. Bir haftaga deb aytdilar, yana anig'ini bilmaymiz endi. Bitta gapni birdandan olib bilasanmi? Bir marta aytganda eshitib bilasanmi? Sen Telegramda yozgan gaplarimni o'chirib tashlagan. Nima qo'rqasizmi? Nima bo'libdi? U ham erkak, unga ham rash degan narsa bor. Ukang ko'radimi, akang ko'radimi? Ko'rmaydi, kim tekshiradi meni telefonimni? Hech kim tekshirmaydi, tegmaydi, paroli. O'chir degandan keyin o'chir, ko'rsat. Ko'rsat. Uni nomi faqat erkak, biror marta meni telefonimni tekshirmaydi. Ko'rsat menga. Mana. O'chir buni, unga qara. Mana. Bo'ldimi? Ko'nglingiz to'ldimi? Shuni gaplashib keldingiz, men bilan hozir shuni. Senda faqat mazza qilib yashash, qanaqasan? Beshoraga rahmim kelib ketadi. Shunchalik ham allaylamaydi. Ha? Nima qildim, aldab? Nima qildim? Mazza qilib kayf safo ishing, tamom. Sen mazza qilib yuriysan, beshora u qayerda ishlaydi? Jizzaxdami? Yo'q, Jizzaxdan uzoqroq joyda menimcha, Jizzaxning chegaralarida bo'lsa kerak. Ha, bolalarim bu qada hamma aytganimni qiladi. Nima bo'libdi? Yuribman mazza qilib. Xo'p, sizni ishlaringiz yaxshi bo'lmayapti-ku. Yaxshi bo'lganda edi ajrashardim, shu erim bilan tegardim sizga. Yaxshi bo'lmayapti-ku ishlaringiz. Bugungi eslatmalarimiz o'z natijasini berib, o'sha insonlarimiz o'zlarining xatolarini ko'rib, shu xatolarni isloh qilsalar, go'zal bo'ladi. Uni natijasi ikki dunyoda insonni xursand qiladi. Hammangizni xursand qiladi. Qachon bunday bir yaxshi bo'ladi? Faqat cho'zganingiz cho'zgan. Yurakni yaqtaq qilaylik, qo'y. Nuqul shunaqa gap. Menga qara. Bo'ladi-da bir kun sen mazza qilib yashayapsan-ku, hammasini qo'y. Bilmaydi seni. Ajratsam keyin bolalarim boqasizmi? Siz boqasiz. Kimni? Erim. Ko'tar. Nima deyman ko'tarsa? Bir bahona qil. Yo'q, bilasiz-ku xarakterini, gaplashtirib bachalar bilan desa, kimni gaplashtiraman hozir? Bahona qil, hozir bu yerda o'tganimiz bilib, birontasi ko'rganmi yo'q? Kim ko'radi? Yo'q, eringga birontasi aytgan bo'lsa. Men o'zim keldimmi? Hozir men nima deyman ko'tarib? Bir bahona qil, bir dugonamnikidaman, bir narsa deb. Alo. Alo. Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz onasi? Ha, yaxshi, rahmat. Yo'lda qiynalmay ketyapsizmi? Yo'lda issiq, bugun yomon. Nima qilyapsan? Bolalar yaxshimi? Qayerdasan? Ha, hamma yaxshi. Bog'chada bolalar. Yana bir hafta qo'shimcha ishlaymi deyapman-da. Yana bir haftami? Ha, endi baribir siz kerak. Bolalarning bog'chasi bor, maktabi bor. Ha. Kreditlarni ham yopish kerak, qarzi bor. Mayli, xavotirlamang, bemalol ishlayvering. Men bu yoqda bolalarga o'zim qarayman. Ha, endi shu. Qatag'on ishlardan uzoqdaman. Bolalarni o'qishiga, yetishiga sanab. Erkaliging, kiyim-kechaging bor, hammasiga yetkazish kerak. Ha, bemalol ishlayvering dadasi. Men hammasiga o'zim qarab turaman. Onamga berqani, onam yoningdami? Nima deyman bunga? Ha, men ko'chaga chiqqandim. Bozorlik qilishga chiqqandim. Ha, men kecha qilib berdim-da, hammasini bozorlik senga. Ha, endi bir ikkita narsalarni kerak bo'lyapti-da. Kim bilasan? Yo'q, men o'zim ko'chada chiqqandim. Ya bitta o'zing chiqmading-ku. Yo'q. Ko'chaga chiqsang, dugonang bilan chiqdi demasan. Ha, shu dugonamning uyiga ketyapman. Qaysi dugonang? Ha, siz tanimaysiz mana dugonamni. Berqan telefonni berqan. Alo. Ber dugonangga. Gaplashdingmi, bu yordam. Alo, dadasi. Dugonangga ber.
bitta aytdim sizga ko'tarmay shu telefonni deb ko'targin dedingiz. Qarasan, Hozir qaytib telefon qiladi bu. bir bahona qil, chiq. Nima deb dugonam bilan gaplashtirmaguncha qo'ymayman. Opadan biroq so'ra. Men sen bilan teng bo'lsa kerak. Biroq so'ra. Yo'q, nima deyman? Biroq iltimos. Gaplashtiring demayman. Iltimos qil. Dugonam bo'lib turing. U mana qara, oilang uzilib ketadi. Biroq so'ra, yordam ber. So'ra biroq. Men shu aytdim-da, shu ko'tarmay dedim. Biroq bor, so'ra biroq. Bor. Opajon, bitta qarab yubora olmaysizmi? Bor oldi. Oldiga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bitta narsada yordam so'ramoqchi edim sizdan, maylimi? Shu hozir erimga ko'chagaman deb qo'ydim-da, o'shanga birovga dugonasiman deb bering. Yo'q, opajon. Iltimos bitta. Men unday Rozi qilaman, opajon. Kerak emas. Bitta dugonasiman deb bering, shunday. Siz eringizni olganingiz bilan tepadasiz, Xudo ko'rib qilmang unday. Xalqni ertangi yorug' kunlariga to'siq bo'ladigan kontentlarni ishlab chiqarish bu haqiqiy ma'noda xiyonat. Haqiqiy ma'noda xiyonat. O'sha banchlar bo'ladimi, blogerlar bo'ladimi, boshqa haligi sahnaga chiqib uyatsiz shahvoniy bir nima edi sahnalarni ochiqchasiga aytib buni hazil qilib erkak ayol o'sha yerda o'tirgan bolalarni ham kuldirib uni videolarini YouTube'larda hamma joyda namoyish etish bu meni aniq o'zimni iqrorim bu xiyonat. Chunki shuni ko'rib turib bizni betlarimiz qotyapti. Bizni uyat degan narsa, or degan narsa, nomus degan narsalarimiz ikkinchi planga o'tib qolyapti. Shu darajada qalb ko'zlarimiz qotib ketdiki, uyalmay ham qolyapmiz. Oddiy holatga aylanib qolyapti. Bemalol bola chaqamiz bilan ko'rib o'tirmiz shu narsalarni. Nima haqida gapirayotganini juda yaxshi bilib turamiz. Shuni ko'ryapti bolalarimiz. Oilalar ko'ryapti bu kontentlarni. Qarang, e'tibor bering. Men son sanoqsiz misollarni keltirishim mumkin. Bu haqiqiy ma'noda xiyonat. Nima? O'zimiz Buxorodan o'zi kerak. Alo. Nima dadasi? Yo'q, hozir aytib beraman. Hozir. Gaplashmayman. Men dugonasi Lolaman deng, iltimos. Yo'q, gaplashmayman, yo'q. Iltimos, bitta oilam buzilib ketmasin, opajon, bitta iltimos. Yo'q, bitta yo'q. Lolaman deb bering, bo'ldi. Yo'q, Bittagina. bor ekan, ana. Yo'q, men Xudodan qo'rqaman lekin. Rozi qilaman. Yo'q, kerak. Qarang, meni ham farzandlarim bor, sizning ham farzandlaringiz bor ekan-ku, opajon. Yo'q, Bitta men Lolaman desangiz yo'q, men bo'ldi. qilolmayman. Lolaman deng, shunchaki ayting, men Lolaman deng, iltimos. Yo'q, uzrman, opa, unday qilolmayman, iltimos. Yordam bering endi. Meni ham farzandlarim bor, tushunasiz-ku, ayolni ayol tushunadi-ku. Baroqroq o'ylash kerak edi. Shunday xato yo'l qo'ymasdan baroqroq o'ylash kerak. Men uni narsa qilolmayman. Bitta ayolni ayol tushunadi-ku. Iltimos, opajon, bitta Lolaman deb bering. Yo'q, gaplashmayman. Ha, shu narsani o'ylayajak ekan, barvaqt o'ylash kerak edi. Oila muqaddas u. Ro'zoy nima u inson yolg'on gapirmaydi. Tem bo'lgani. Bitta savol uchun qiling, qay shu qizni oilasini saqlab qolasiz. Oilasini saqlayajak ekan, barvaqt o'ylasin oilasini. Bunaqa Oilani barvaqt o'ylash Meni kerak. ham farzandlarim bor-ku. Bitta narsa sizdan bitta kishi kelib bir yordam so'rayapti. Yordam berib bilasizmi siz birovga? Yo'q, men qilmayman u ishni. Ajralib ketsa yolg'on gapirmasin, eri u. Shunga hamma narsani muhayyo etib beraveran eri. Bitta narsaga muhayyo qilmagan u inson. Hech bo'lmasa qizingiz Lolani qiziman deb bersinlar, bo'ldi, o'zingiz gapirmasangiz ham. Maylimi? Bachalar, turing bacham, turamiz biz bu yerda. Assalomu alaykum. Buxoro shahridan yangi uylar sizga va farzandlaringizga muborak bo'lsin.
sahnani biz uyushtirgan edik. Qarang, subhanalloh, biz shuni tavakkal qilib ishonch bilan aytgan edik. Bu ona bunaqangi nohaqlikka, bunaqangi xiyonatga chidab tura olmaydi, u haqiqatni aytadi degan edik. Allohga tavakkulimiz chin bo'ldi. Qarang, aksariyat holatlarda mana shunaqangi vaziyatlarda biz beparvolarcha yonimizdagi atrofdagi insonlarning xiyonatiga rozi bo'lamiz. Ko'nikib ketamiz, ko'rmaslikka olamiz, bilmaslikka olamiz, aytmaymiz, ogoh qilmaymiz, haqiqatni yuzga aytib, yaxshilikka chorlamaymiz, yomonlikdan qaytarib, ha? Mana bugun aytmoqchi bo'lgan gapimiz alhamdulillah nima edi? Biz o'ylagandan-da ziyoda muvaffaqiyat qozondi. Haqiqat qaror topdi, azizlar. Yaxshilik mana shundayda, yomonlik ustidan g'alaba qozonadi. Qachonki biz baralla yaxshilikni qilishdan, yaxshilikni aytishdan, yaxshilikka targ'ib qilishdan qo'rqmasak. Mana shu onaga o'xshab. Qarang, bo'lmasa aytmasa bo'lardi-ku. Bir qishloqdan hozir Buxoroga kelib, bir chetda qimtinib o'tirgan, shahari bir chiroyli kiyingan ayolga haqiqatni aytishdan qo'rqqani yo'q. Ayting azizlar, ayting, mayli yomon ko'rsin, lekin ertaga oxiratda rahmat deydi. Sen meni ogoh qilgan eding, haqiqatni yuzimga aytgan eding, qo'rqmagan eding, rahmat senga deydi. Ehtimol bir katta balodan asrab qolarsiz shu gapingiz bilan. Xuddi shu ayolga o'xshab sen ayting, ertaga Allohning oldida javob berasan deng. Mana aytdi-ku. Tanishgani ham yo'q edi, kimligini bilmaydi, lekin chidab tura olmadi nohaqlikka. Chunki bu ayol hammadan ko'ra yaxshi biladi-da erni qadrini. Turmush o'rtog'ini yo'qotgan, boquvchisini yo'qotgan. Bugun sizni vijdoningiz yo'l qo'ymadi ko'z yumib ketishga va mana shunday yo'ldan borishda davom eting. Bolalaringizga ham shu tarbiyani bering. Biz bolalarimizga mana shunday sadoqatdan, vafodan, haqiqiy yaxshilikdan tarbiya berishimiz kerak, amalda ko'rsatib. Bugun kutmagandingiz. Bugun qalbingiz shodlikka to'ldi. Shunaqangi bir duo qilingki, hammaga yetsin. Hech qachon erimdan boshqaga qaramasiz. Amin. Eri yo'qotdi shunchalik og'ir narsa bu munosabat bilan ta'sir qilmaydi. Chunki men erim yo'qotganman. Shunday lekin og'ir kunlardan boshqadan lekin ayollar ustida eri bor ayollar o'zingizlar tuzat olinglar iltimoslar. Chunki eri sizning doimo og'ir kunida ham yengilganida ham doimo suyanadigan unga turmush o'rtog'i. Ayollarimizdan shundan so'raymanki, faqatgina ayollarni erlarga yaxshi qarasin va erlarga sodiq bo'lsin. Oilangizni, farzandlaringizga tinchlik. Alloh rozi bo'lsin. Dargohida qabul qilsin. Allohu akbar. Yana bir bora muborak bo'lsin. Endi uyga boramiz. Subhanalloh. Go'zala. Xudo xolisa onajoningiz tuzalib ketsinlar. Olib kelib mana shu yerda bazm jamshid qilib choylar quyib berib xizmatlarini qiling. Ana yuringlar endi. Sizlarning xonanglarni ko'ramiz endi. Muborak bo'lsin. Alloh xayrli qilsin. Xursandmisiz? Allohga hamd bo'lsin. Bugun yana bir dilni obod etdik. Go'yo bir Allohni ziyorat qildik bugun. Buxoroy sharifda qarang, mana bunday go'zal uyni yorug', oppoq, xuddi shu qizaloqlarimga o'xshagan uyni mana bugun o'z egalariga, haqiqiy haqdorlarga tortiq etdik. Alloh hamma sababchilardan rozi bo'lsin. O'z dargohida qabul etsin azizlar. Bu ishlarimiz davomiy bo'lsin. Mana shunday ishlar yarashadi o'zbegimga. Bu ahli O'zbekistonning saxovat. Bu o'zbegimning mardligi, bu o'zbegimning mehr oqibati. Turmush o'rtog'ida o'tganlardagi hayotingiz tubdan o'zgargani? Ona tam yondan. Ancha qiynalibsiz. Uyingizni sharoitlarini ham ko'rdim. Juda og'ir ahvolda yashayotgan ekansiz. Nimadan kuch oldingiz? Shu 2 yil mobaynida sinib qolmasligingizga nima sabab bo'ldi? Farzandlarim. Farzandlarim va ota-onam. Onajoningiz ham xasta ekanlar? Kasal. Jigar sirrozi.
davolatyapsizlarmi? Ha, hozir ham bandisada. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana xizmatlarni qilib parvarish qilayotgan ekansiz. Baraka toping. Bu uy o'z ixtiyoringizda, bu sizning mulkingiz. Agarki sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, shu yerga olib kelib yashang. Agar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, buni sotib, buni mablag'ini o'tda yangi sharoit qilishga ishlating. Qaysi qulay bo'lsa shu. Bizga eng muhimi mana shu omonatni berishimiz kerak edi. Farzandlaringizga, sizga. Omonat qilib beribdi, yo'q sotmayman. Mayli kelib yashayman shu yerda farzandlarim bilan. Mashalloh. Mashalloh. Nasib bo'lsa ona otamni ham olib kelaman. Biz shuni xohlagandik. Chunki bolalaringiz o'qib, parvarishda, e'zozda katta bo'lsin, juda ham xohlagandik. Agar keladigan bo'lsangiz, nur ustiga aloni. Biz yigitlarimizga aytamiz, bolalaringizni yaxshi bog'chalarga joylashtirishadi, xabar olib turamiz. Shaharda bari imkoniyatlar ko'pda, bolalarimiz o'qib katta bo'lishi kerak. Juda xursand bo'ldim. Juda xursand bo'ldim. Rahmat qilib, Allohim shuning quvvat bersin. Nimalar degingiz keladi? Biz ham kuzatib borasizmi videolarimizni? Ha, ko'p ko'raman videolaringizni. To'g'ri ish qilyapmizmi? Ha. Xudoyim Allohim uzoq umrlar bersin, rahmat sizga. Nimalar degan bo'lardingiz odamlarga? Allohim hech kim bandasini buzadigan sotib qo'ymasin. Sizga rahmat. Qalbingizga bir nazar soling azizlar. Unda odamlarga, hamma odamlarga rahm bormi? Rahm shafqat bormi? E'tibor bering. Juda muhim gapni hozir aytaman sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ummatimning keyingilari namozi va ro'zasining ko'pligi uchun emas, balki qalblarining rahmati, ko'ngillarining salomatligi, nafslarining saxovati va barcha musulmonlarga rahmdilligi bois jannatga kirishadi. Qarang. Biz uchun eng muhim hadislardan biri. Juda ko'p insonlarga murojaat qilamiz. Aka, mana bu oilani ko'ring. Mana bu oilalarga zudlik bilan yordam berish kerak. Mana bu o'zingiz tug'ilib o'sgan viloyatdan ekan, mana bu hamshaharingiz ekan, mana bu vatandoshingiz ekan, qishloqdoshingiz ekan, shunga yordam berish kerak desa, mingta bahonalarni aytishadi. Mingta bahonalarni aytishadi. Qilmaslik uchun sabablarni qidirishadi, qilishlik uchun emas. Xuddi shunaqangi mana shu sinimizga o'xshab, mana shu qizaloqlarimizga o'xshab mehr istab, qani kim ham meni yo'qlab kelar ekan, qachon to'yib ovqat yerkanman, qachon qarzlarimdan qutular ekanman, qachon uyim remont bo'lar ekan, uyli bo'lar ekanman, bir ko'chada sarson bo'lmasam, mana mehr oqibat ko'rar ekanman deb intizor yashayotganlar juda ko'p azizlar. Bularga kim yordam berish kerak? Siz yordam bermasangiz, men yordam bermasam, bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz bahona qilyapsiz. O'zingizni qishloqdoshingizga, o'zingizni shu viloyatdagi yetimlaringizga, miskinlaringizga ko'z yumayapsiz. Befarqlarcha indamasdan bir bahonalar topyapsiz. Kim qilish kerak bu ishlarni? Agar siz qilmasangiz, men qilmasam, kim qilish kerak? Germaniyadan, Italiyadan, Fransiyadan kimdir kelib qiladimi? Har joyni obod etadigan o'sha joyning insonlari shu joydan rizq nasiba topyapsiz. Shu eli yurtni sababidan bir narsalarga erishyapsiz, mol davlatli bo'lyapsiz, shon shuhratli bo'lyapsiz, imkonlaringiz kengayapti. Bering. Bir paytlari kim edingiz? Bormidi shu imkoniyatlar qo'lingizda? Bu imkonlar bejizga ham berilmaydi. Uni haqdorlari bor, uni bo'lishish kerak. Robbim bilan yolg'iz, yakkama-yakka turib hisob-kitob qiladigan kunimiz turibdi. Nima deb javob beramiz? Har bitta a'zolarimiz gapiradigan kun keladi azizlar. Biz yo'q, men qilmaganman deganim bilan oyoq qo'llarimiz, ko'zlarimiz, quloqlarimiz, butun badanimiz tilga kiradi. Hattoki yer biz uchun guvohlik beradi. Yo meni ustimda isrof qilgan edi, yo meni ustimda saxovat qilgan dedi. Bu jonim qizlarim, bu farishtalarimiz, bu begunoh bular. Bular e'zoz ko'rib, bugun xursand bo'lib, mazza qilib shu ovqatlanib, hamma narsalar mayli shu shkolatni ochib tashlab, to'yib ovqatlanganda, ayt subhanalloh, qanaqangi mo'jiza sodir bo'ladi bilasizmi? Gunohlaringiz to'kilib ketadi shularning xursandchiligi bilan. Shular to'yganida, shular eni but bo'lganida, shular suv qotmaganida bizning muammolarimiz yechiladi. Vatanimizga, yurtimizga barokatlar yog'iladi azizlar. Hali o'sha sahnani uyushtirganimizda chidamadingiz-a? Men to'g'risida men haqiqat deb o'yladim. Siz haqiqat deb o'yladingiz, nima dedingiz ularga? O qizdan lekin kechirim so'raydim, lekin afsus ketdilar, lekin men to'g'ri gapirdim. Siz aytdingizki, hali eringizga xiyonatiniz uchun Allohning oldida javob berasiz dedingiz-a? Men to'g'risi lekin men haqiqat deb o'yladim. Men shuning uchun gapirdim. To'g'ri gapni aytdingiz. Biz shuni xohlagandik.
Biz shuni sizdan istagan edik, shuni kutgan edik, siz shuni aytdingiz. Jasmina, uy chiroyli ekanmi qaysi? Yoqdi mana qizim? Qalamiz Nimasi yo'qda? Nimasi yoqdi mana qizim? Uyimizdan chiroyli ekan. Qalamizmi shu? Aka, rahmat deymiz. Rahmat aka. Qanaqasiz siz? Rahmat aka. Assalalarim. Bugun hamma xohlagan ovqatinglarni qilib beradilar onajoninglar. Bir oyga yetadigan ro'zg'orlik qilib qo'yganmiz bozorliklarni. Bugun hayotga muhabbatingiz oshib ketdimi? Sen rahmat, lekin umuman kutmadim. Azizlar, Vaqf xayriya jamoat fondi bugun Buxoroy sharifda alhamdulillah biz vazifamizni ado etdik. Ehson sadoqatlar vaqtida bering azizlar. Bu imkoniyatlar g'animat. O'lim kutilmagan onda keladi azizlar. Bizdan fursat ham so'rab o'tirmaydi, ruxsat ham so'rab o'tirmaydi. Hali kalimani aytishga ulguramizmi yo'qmi? Ana shunaqangi paytda afsus nadomatlari kech bo'ladi azizlar. Kech bo'ladi. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Bugun muborak kunlarda Alloh taolodan shuni so'raymiz. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Keling bir duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya Robb, Parvardigorim, yolg'iz o'zingning roziligini istab kelgan edik. Bizlardan rozi bo'l. Qo'limizdan kelgani shu bo'ldi Robbim. Xatolari bordir, nuqsonlari bordir. Lekin Robbim sen mehribonsan. G'afur Rohimsan ya Robbi. Bekami ko'z dargohingda eng go'zal amallar qatorida qabul ayla, oxiratimizga zaxira qil. Bu ihsoni sadoqatlarni ota-onalarimiz nomlaridan qabul et Robbim. Oxiratdagi darajatlarni ko'tar. Ya Robbi, yo'llarimizni ochib ber. Bu amallarimizni bardavom ayla. Bundan-da keng bo'lishligini, barokatli bo'lishligini, halol bo'lishligini, shaffof bo'lishligini o'zing nasib et Robbim. O'zing bizlarni hifz-i himoyangda, panohingda saqla. Yaxshilarni panohingda saqla. Yomonlarga insof va diyonat ber ya Robbi. Hamma sababchilar, ihson qilayotganlar, mana shu yo'lda yonimizda turib berayotgan, yordam qilayotgan, xizmat qilayotganlarni dillarida o'zingdan iltijolari bor Allohim. O'zingdan umidlari bor Robbim. Ko'rib bilib turibsan. So'raganlardan-da afzallarni ber Robbim. Sen uchun har narsa osondir ya Robbi. Ya Robbal alamin, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Shu yetimlarni, shu mazlumlarni, shu miskinlarni, o'zingga do'stlarni, o'zingga suyuklarni ko'z yoshi, xursandchiligi haqqi hurmati bizlarni ikki dunyoda uyaltirib qo'yma, sharmanda qilib qo'yma Robbim, yuzlarimizga ruh qil. Hammalarimizni suyukligimiz, habibimiz, shafoatchimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga munosib, u kishiga munosib, u kishiga sevimli, u kishini Allohim yonlarida qil. Qo'llaridan havzu kavsar suvlarini ichishlikni o'zing nasib ayla Robbim. Hammalarimizni yaxshi ko'rganlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, sevganlarimiz bilan, jamoamiz bilan Firdavs jannatlaringda jam ayla. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Mana bu yerda Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan $2000 pul, buni kam ko'rsizga ishlating. Xudo xolisa inshaalloh sizga buyursin bu uylar. Bolalaringiz rohatini ko'ring va har doim inshaalloh bilingki biz sizlarni yoninglardamiz. Vaqf bu xalq sizlarni yoninglarda. Siz yolg'iz emassiz. Sog' bo'ling. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.